Xo'p, yana bitta holatni ko'rib chiqsak. Ya'ni molar konsentratsiya bilan foiz konsentratsiya bog'liqligi. Yozib qo'ysanglar bo'ladi shunaqa mavzucha. Buni bir masala misolida tushuntirib beraman. Masalan, bizga shunaqa bir masala berilsa, qaranglar, 20% natriy eritmasining zichligi 1,2 gram taqsim millilitr. Shu eritmaning molar konsentratsiyasini hisoblang desa, endi ko'pchilikka tanish formulamiz bor. Kimdir agar o'sha formulani bilsa, birdan o'sha formula qo'yadi, to'g'rimi? Kim biladi o'sha formulani? Molar konsentratsiya bilan foizga bog'liq. Ya'ni molar massa. S molar teng 10 ko'paygan zichlik ko'paygan foiz taqsim molar massa. Mana shunaqa formula bor, to'g'ri? Shuna formulaga qo'ysanglar, bu masalaning javobi chiqib keladi. Ya'ni mana 10 ko'paygan 1,2 ko'paygan 20 taqsim buni molar massasi necha? 40. Javob necha chiqar ekan? 10 ko'paygan 1,2 ko'paygan 20 taqsim 40. Böyle qisqarib ketadi, 6 chiqadi, to'g'ri. Qisqarib ketib 6 chiqadi. Lekin bu yerda hozir bu formula mayli, formula yodlash ham yaxshi narsa. Lekin kimyoda o'zi ko'proq formula tavsiya qilmayman, shaxsan o'zim masalan formula bilan ishlamayman ko'pincha. Formula ayrim joylarga qo'l keladi. Lekin shu formula qayerdan kelib chiqqan? Hech osmondan chiqib qolmagan, to'g'ri? Ya'ni qayerdan kelib chiqqan? Mana shu narsani ko'rib chiqsak. Shu formulani kelib chiqishi haqida ozgina bir fikrlashsak. Demak, qaranglar. Bu formulaning kelib chiqishi. Mana shu kerak bo'ladi bizga. Bu formulaning kelib chiqishini tushunish uchun. O'zi molar konsentratsiyaning mohiyati nimadan iborat desa, 1 litr eritmada 1 mol erigan modda bo'lsa agar, bu eritma necha molar? 1 molar. Asosiy mazmuni shu. Endi bizdagi masalaga qaranglar, mana bu masalada 20% natriy eritmasining zichligi beriladi va boshqa hech narsa yo'q, molar konsentratsiyasini toping. Agar bizga foiz berilsa, foiz nimaligini mana oldingi mavzuda tushundik, to'g'rimi? Foiz bu mana shu belgi o'zi ko'p narsani anglatadi degandik. O'rtadagi tayoqcha 1, ikkita 0, bu ikkita 0, ya'ni 100 dan nechidir degani. Agar biz eritmani 100 gram deb qabul qilsak, mana shu natriy eritmasini 100 gram deb qabul qilsak, ichida necha gram natriy bo'ladi? 20 gram, to'g'rimi? Ya'ni eritmani 100 gram deb olsak, mana birinchi qilayotgan ishimiz, mana shuni formula keltirib chiqarishda mana quyidagicha ishlaymiz. Ya'ni shu formula esimizdan chiqib ketdi, lekin mana bu bor qo'limizda. Mana ishlash, vaziyatdan chiqib ketishni ko'rsataman. Demak, eritmani 100 gram deb olsak, eritmani 100 gram desak, chunki foiz shunaqa narsaki, agar 100 gram deb eritmani olsanglar, o'sha foiz gramga aylanib ketaveradi. Chunki 100 da ichidagini ko'rsatadi. Eritma 100 gram desak, ichida necha gram natriy bor? 20 gram natriy bo'ladi. Tushunarlimi? İçinde 20 gram natriy bo'ladi. Endi qarang. Bizda 1 litr eritmada agar 1 mol erigan modda bo'lsa, 1 molar. Mana shuni o'zimizga, masalaga mos ravishda o'zgartirsak. 1 litr eritmani 1000 millilitr deymiz. 1 litr 1000 millilitr, to'g'rimi? To'g'ri, mana yozamiz. 1000 millilitr eritmada qaysi modda erigan? Natriy. Natriy molar massasi 40. Demek 1000 mililitr eritmada agar 40 gram natriy bo'lsa, bu eritma 1 molarli bo'ladimi? Bo'ladi. Hech qanaqa ma'no o'zgargan yo'q. 1 litr 1000 millilitr 1 mol erigan moddamiz natriy bo'lgani uchun 40 gram va bu 1 molar. Endi masala shartidan olib qolganini qo'yamiz. 100 gram berilgan eritmamiz. Zichlik bor, to'g'ri? Hajmga qanday o'tamiz? Masalan, massa bor, zichlik bor, hajmga qanday o'tiladi? Ko'paytiriladi. Massani eslab qolinglar bu formulani. Massani zichlikka bo'lamiz. Massani zichlikka bo'lsak, hajmga o'tadi. Agar massani topmoqchi bo'lsak, zichlik hajmiga ko'payadi. Formula bir-biridan kelib chiqishini eslab qo'ying. Bizga hajm kerak. Demak, massani zichlikka bo'lamiz. Massamiz necha gram?
100 gram. 100'ni bo'lamiz 1/2. Kalkulyator ishlatmaymiz. Bo'lish shart emas hozir. Shu turish turadi. 100 taqsim 1/2. Shu eritmani ichida necha gram natriy H bor? 100 gramning ichida necha gram? 20 gram. Va bu eritmani biz molar konsentratsiyasini topishimiz kerak. X topish uchun qaranglar. 3 tali proporsiya deyman. Biz shu paytgacha 2 tali proporsiya o'rganganmiz. Mana buni bunga ko'paytiramiz, buni bunga, ya'ni mana shu yerda x bo'lsa agar mana bu x ro'parasidagi pastga tushib, bu ikkalasi tepaga chiqadi, to'g'rimi? Masalanda, lekin 3 tali proporsiyaga qaranglar mana. Bu mana. O'sha diagonal bo'yicha proporsiya, mana. Tushasizlar? X ro'parasiga mana bular turibdi, to'g'rimi? X ro'parasiga nima turgan bo'lsa, pastga tushadi, qolgani tepaga chiqib ketadi. Ya'ni mana kasr chizig'i chizamiz. 1000 ko'paygan 20 ko'paygan 1 tepada. 1000 ko'paygan 20 ko'paygan 1. Birda yozmasa ham bo'ladi. Taqsim, mana bular pastda 100 taqsim 1/2 ko'paygan 40 pastda bo'ladi. X ro'parasi. Tushunarli? Teng. Qaranglar, yana formula chiqaramiz. Formuladagi e'tibor qilinglar. Mana bu 10 qayerdan chiqib kelgan desa agar 1000 ni 100 ga bo'linishdan kelib chiqqan. Tushundinglarmi? Mana shu 10 ni chiqib kelishi. Mana 1 litrda 1000 ga nima qildik? 1000 mililitr. Mana shu 1000 bilan mana bu 100 qisqarsa necha chiqadi? 10. Mana shu 10 ni kelib chiqishi. Tushunarli? Ikkita kasrni pastidagi zichlik tepaga chiqib ketadi mana. Ko'paygan 1/2 deb yozib qo'yib, bu zichlik. Tushunarlimi? Ko'paygan 20 nima edi? Bu foiz. Taqsim 40. Bu molarimiz. Tushunasizlar? Ya'ni formulaga qo'yamiz endi mana. O'sha nimaligini yozib chiqaylik. 10 bu formuladan chiqib keldi. 1/2 bu masala shartida zichlikmi? Bu nima edi? Foiz. Mana bu nima edi? Mana o'sha formulaga kelib chiqish. Kim tushunmadi? Tushunarlimi? Mana shu ma'noni tushunsanglar, formula shart emas. Ma'noni tushunish kerak. Tushunarlimi? Yozib olinglar.